Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum onajonim. 70 yoshingiz muborak bo'lsin. Biroz hayajondamiz. Siz yoshlaringizga yetishishingizga nasib qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Ular eng charxlangan, kerak bo'lsa komillik darajasiga yetgan davrdir. Bugun sizni ustoz sifatida bilmaydigan, tanimaydigan inson bo'lmasa kerak. Sizning shogirdlaringiz izingizdan borib teatr aktyori degan ulug' nomlarni ardoqlab kelmoqdalar. Markazga mana shu Andijon viloyati musiqali drama teatrining faxriy aktrisa, hurmatli ijodkorimiz Mufazzalxon Karimovani sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Uzoq yaqindan kelgan ustozlar, aziz mehmonlar, barchalarga xush kelibsizlar deymiz. Qadaminglarga hasanotlar bo'lsin. Bugun mana onajonimiz, ustozimiz Mavludaxonim Boymatovani davomida birga mana shu sahnalarda yelkama-yelka ishlab yurishlik Allohdan so'rayman. Nasib qilsin ilohim. Sizni ham yo'lingizni bizga bersin. Ona xalqim, sen mening borimsan, jonimsan, aziz san'atim. San'at ardoqlagan aziz ustozni tabriklash uchun so'z xalq vakilasi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, senator Gulnoraxon Abduvohidovni sahnamizga taklif etaman. Assalomu alaykum. Avvalambor shu yerda o'tirgan hurmatli xalqim. Albatta meni ham jigarim, ham hasratgo'yim, ham meni onam Jalolxotida yosh qishlog'ida tug'ilgan. Otam esa Xo'jobod tumanining To'robod qishlog'ida tug'ilgan. Ishga kelganimda albatta opam menga uydan joy berdi. Menga madaniyatni o'rgatdi. Shuning uchun hurmatli Mavludopa, Opajon bunaqa 70, 80, 90, 100 larga kelganingizda ham biz albatta kelib siz oldingizda xizmat qilishga biz tilakdoshimiz. Hammalarga rahmat aytamiz. Ayniqsa Mavludopa faqatgina aytyapman, biz ichki ishlar sohasida ham biz orqamizda dalda bo'lgan, quvonch bo'lgan, tirgak bo'lgan. Shu uchun mana bu yerda o'tirgan barcha ustozlar, ayniqsa Besatbekni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Albatta bizni ozgina bo'lsa ham Andijonga foydamiz tegsa, ayniqsa biz Andijonning xalqini sevamiz. Biz sizlarning vakilingizmiz. Hammalarga sog'lik. Bunday chiroyli yurtga ko'z tegmasin. Yurtboshimiz omon bo'lsin, oila desak mubolag'a bo'lmaydi. Xalqaro ko'rsatuv jamoasi a'zolari Rahmonali Surxonov hamda Shermonoy Abdullayevalarni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat.
bo'ladi. Boshqacha narsa bo'lgan bo'lsa da kerak. Takko'y narsa bo'lgan bo'lsa kerak. Ma'noli yoshligida Mavluda takko'y bo'lgan. Hayır. Sovchi ham bo'ldi. Yerga tegadi. Umringizni ortar. Umringizni ochilib ketdi. Nimaga Toshkentga borsalar, bunaqa barcha yantoq kiyimlar bormaydilar, bo'yalib bormaydilar. Shu Farmon xotirot uy bekasi bo'lib boradilar. Bugun juda ham ochilib ketibsiz. Farmon kelib olsaga sevib qolardi. Iloya sog' bo'lgan Mavluda. Mana shu Mavludaxonni men ham o'zi yosh edim. Men kunlarni birga o'tkazdik. O'zini rahmoy jigarimdek bo'lib qolgan. O'shaning uchun men begona deb his qilmayman. Yetib keldik. Ozgina mazam bo'lsa, enaroq bo'lsa ham borishim kerak dedim-da. Xullas, Rahmonalarga opa dedi. Siz dedi odam-odamsiz. Nega siz bormaysiz sengizni? Barnamam bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Bolalarga chiroyli to'ylar qilishga Alloh qodir qilsin. Nasib qilsin. O'sha umringizni oxirigacha g'ayratlarni bermasdan ishlayveradi. Yuqori kayfiyat ila davom etamiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Yuz ko'zingizdan bilinib turibdi, borishingizni kayfiyatingiz maksimal darajada juda ham a'lo. Qani bitta mana shu ustozimiz uchun Baqirs shahrlardan hasira bo'lsa. Omon bo'linglarimiz va biz davamiz markaziga. Hali milyon yillar yashashin, kimdir 100 ga kelsangiz, milyonga kiring iloyim. O'shanda ham biz kelib tabriklayotgan bo'laylik, o'shanda biz ham bir 900 qanchaga kirib olamizda, bahorda. Bugungi tavallud ayyomingiz yana ham 50 yillik nima deyapti? Ish faoliyatingiz. 50 yil bir yerda ishlab, faoliyat ko'rsatib borish ham hammaga emas. Xudoga shukr sizga nasib qilganiga iloyim, bizga ham nasib qilsin shunaqa ishlarni. Yana bir marta tabriklab qolamiz. Andijon viloyati yoshlar teatri nomidan marhamat sizlarimizga. Mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozim. Assalomu alaykum. Mavludaxonim Boymadilar. Biz hamisha ijodkorlar sizday aziz onaxoni borligidan, Andijonimizni go'zal ijodkori borligidan hamisha faxrlanamiz. Doimo mana shunday go'zal bo'lib, ochilib, sochilib, hammani ko'zini qamashtirib yuravering. Iloyim, mana shunaqa tadbirlar juda ham ko'p bo'lsin. To'g'risi juda baxtliman. Mana shu ustoz bilan mana shu sahnalarda 6 yil birga rollar o'ynaganman. Iloyim, umringiz uzoq bo'lsin. Tani joningiz sog' bo'lsin. Bolalaringizga bosh bo'ling. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin ustozim. Gapirmoqchi edim. Bu ustozim meni universitetda ham katta ustozlik qilganlar. Hozir juda ham Go'zal tilaklar aytildi Mavludaxon singlimizga. Iloyim, men bir o'yincha ishlagandan keyin student qiz dutor chalib kirib kelgan. Dutorda qo'shiq aytgan. Shundan beri opa singilmiz. Mavlud Shuni bilish nasib qilsin. Hamisha birga ishlashimizni nasib qilsin. Yaxshida mana shu bitta cholimiz qolgan. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar ko'rganlarimizga. Bugun hamma gapirga men Sizni ovozingiz juda ham chiroyli ekan. Dutor chalasiz ekan, doira chalasiz ekan. Siz o'rganib qo'ying. Siz topish yo'lini. Bugun ustoz desam nazarimda uzoqlashib ketgandek bo'laman. Har kuni birgamiz, opam deganman, onam deganman. Nafaqat sahnada shogirdlarga, balki hayotda ham o'zini sadolarini, umidlarini berib keladilar. mashaqqat. Endi juda xursandman.
ketgan tarixlarni ochig'i opamni yaxshi ko'raman. Opamning muxlislari, san'at, madaniyat, ahli hamma yerda opamning yo'liga xush kelibsizlar. Opajon Assalomu alaykum. Mana shu oliy dargohga yig'ilgan, tashrif buyurgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana